erim bilan qirilishib yurdim. O'sha zo'r. Mana bunaqa dessertик и mana bunaqa bagetni ichida mana shuni хочу. Lekin tarvuz uncha shirin emas. Buni qayta olmagan bo'lardim. Kстати, yangi chexol zakaz qildim kecha. Lag'mon bilan mantishiga ketamiz. Endi lag'monni ko'ramiz. Hozir yangi narsa kiygim kelib qoldi. O'zim quvonchdan otilib ketayapti, qaranglar. Yoldiz! Men hayron qoldim. Masalan, bozorda o'zbekni ko'rsa, ensasini qotirib o'tib ketar ekan. Men hayronman. Ertalabdan vlog olmadim. Ertalab nasleniyam yo'q edi. Erim bilan qirilishib yurdim. Men buni rosa qidirdim. Halolini topdim. Uyg'ur oshxonasidan. Rosa ham yaxshi ko'raman shuni. Bu sosiska emas, bu soya. Ko'piravadi, qovuriladi. O'sha zo'r. Walmart degan supermarketga keldik. Bu amerikanskiy shet supermarketi. Вообще zo'r narsalar bor ekan. Hamma narsani yeyish keladi. Hamma narsani oldim ketdi. Biz oldik kokosovый suv, mana bunaqa dessertик и mana bunaqa bagetni ichida ana qo'yib qo'ygan. Nima edi? Bu non. Mana nonlar mana shu shirin ekan bor-ku. Bizlar narigi uyda turibdi-yu, shu nonni yeyamiz. Men bilani 14-15 yuan ekan men bu. Bu rulet. Bunaqa rulet. Rulet ichiga. Chiqamiz, odatiy narsalarimizni olib. Men bu collaboration qilishdi. Mana bunaqa мороженое. Bu как o'zimizda pankeyk мороженое o'xshaydi. Mana shu katta supermarket, hamma narsa bor ichida. Zo'r narsalar bor ekan. Wow! Mana shuni хочу. Mana bu yerda koreyskiy kimchi, bodring salatlari bor ekan. Hidi prям mana shu dahshat. Prям olmani deydi-yu, mana shunaqa bo'lib turibdi hidi. Menga keldik. Menga qani men bu yoqqa bitta krevetkali. Shu ekan 8000. Shomnaqalar bor ekan. Dешёвый-da, тут чипсы что-то. Ой, картошка emas bu nima? Bu yoqda go'sht. Bu yoqda уже healthy food. Men bu frukti. Men eng yaxshi ko'rgan narsa. Вау. Вот это хочу. Наверное, shuni olsam kerak. Tarkishnaroq yo'qmikan? Lekin tarvuz uncha shirin emas. Biz o'tirib, уже ochib oldik. Hozir yeb ko'ramiz. Shunaqa нежный. Shunaqa zo'r. Вообще zo'r. Chip toshli. Ichida shunaqa mayda-mayda anaqalarda bo'lar ekan. Mana bunaqa shaklda. O'rtacha. Buni qayta olmagan bo'lardim. Xayrli tong. Biz turdik. Bugun 26-iyul. Soat 9:30. Kстати, yangi chexol zakaz qildim kecha. O'zim eski chexolim rozовый edi. Nimagadir men rozовый narsaga помешанныйman. Nimadir rangi rozовый rangi bo'lsa, men обязательно o'sha rangini rozовый olaman. Eski chexolim. Yangi chexolim. Lekin bu telefonim katta qilib qo'ygan. Chexol bo'ladi-yu, katta qilib qo'yadi. Shuni katta qilib qo'ygan. Necha kundan beri Instagramga kirolmayapman. Ro'minim kam qolgan. Uni ekonom qilib faqat Telegramga kirib yuraman. Yangi ro'mi olsam уже не стоит, chunki biz уже keyin ketamiz 26. 1 2 3 kundan keyin ketamiz. 23-kun ketamizda. Dahshat narsalar chaqib tashadi, oyog'im uchmayapman, shunaqa qashirdim. Kecha, kстати, ko'p narsalarni ko'rsatmayapman, chunki charchab qolganman уже. Bu yogurt emas bu, qanaqadir знаменитый bir nimada yogurtga o'xshagan sifat, lekin yogurt emas. Shunaqa zo'r narsa, shunaqa yoqdi. Faqat kuniga bir 2-3 ta ichaman shundan. Faqat shuni olaman.
Men bu pechenyeni oldik. Kecha shunaqa zo'r ekan. Menga rosa yoqdi. Atiga 4 yuanmi, 5 yuanga oldik. 5 yuan ichida 4 ta bo'lar ekan. Hozir bilmayman, nima qilamiz. Hozir turdik, yuvinib, hozir bo'yanishim kerak. Bo'yandan keyin ko'chaga chiqib ketamiz, yana qayerga chiqib ketamiz bilmayman. Chunki bizning ishimiz уже tugadi. Faqat bilet 29:30 ga bo'lganiga yurimiz hali. Havo bizda yomg'ir, tunni bilan yomg'ir quydi, bilmayman. Tayyor bo'lib, bo'yanib, sochimni qilib oldim, bunaqa bo'lib oldim. Lekin pagoda tayyor emas cho'ta. Men tayyorman, lekin pagoda tayyor emas. Qornim ochib ketdi, qayerdir boraylik. Men yana o'sha eski kiyimni kiyib oldim. Bundan boshqa normal kiyimim yo'q ekan deb qarasam. Bitta kiyimni yurib charchab ketdim men. Endi hozir yomg'irga, shamolli. Yaxshi shamol. Endi ketyapmiz. Yomg'irda lag'mon bilan mantiga ketyapmiz. O'sha kun zavtraqqa manti yegandik-ku. O'sha manti rosa ham yoqdi menga. O'sha yeyib kelyapti. Qornim och. Bu krasota. Yomg'ir yog'di maydalab, mayda bo'ldim yuragim. Mantini yeyishga keldik. Вообще zo'r manti. Очень вкусно. Tuxum bilan jusayli. Mana bu achchig'i bilan mana shu zo'r ketadi. Lag'monni zakaz qildik. Yo'q, lag'monni hali yeb ko'rmaganmiz. Bu uyg'urlarni joyi, hammasi halol, hammasi yaxshi. Yesa bo'ladi. Keldi. Boshlang. Tez ko'taribdi. Tez. Bir. Achchiqlayman. Ya. Achchiq solamiz. Atalab ko'p achchiq solib turibdi. Ertalab tualetda qiynalsin. Ersin bo'ldi, ko'p so'ngoq. So'g'im. Endi olib yeb ko'ramiz. Xamir qattiq-ku. Bozorga ketyapmiz. Bu yerdan chiqdik-da, endi hozir yomg'irda avtobus yurmaydi deb taksi qildik. Adak avtobus yurish va shu udobna, qulay и arzon. 2 yuanmi avtobusga? Bu hozir qancha chiqdi? 38 mi? 38 yuan chiqdi taksi. Yomg'irda yurishga normalnadi. Albatta nima yetishmayapti, topinglar. Masjidda juda ham narsa kam. Yana bir ikki narsa qo'yib qo'yish kerak masjidga. Kun yomg'ir yog'adi. Shunaqa narsa oldim, shunaqa narsa olib berdi. Xo'jayinim, yigitim mana shunaqa rangda trolka qilib oldim. Hozir qayerdir kiyib olaman, chunki kiygim kelib turibdi. Hozir yangi narsa kiygim kelib qoldi. Am qiziqaringlar. Shtaq bo'lsa. Narsalarimizni olib kesiga keldik. Kecha kechqurun bizani kesi bilan mehmon qilishdi. Menga yoqdi kesining burger va zo'r. Sochniga bizdan ko'ra. Mana sochniroq bizaniki bilan bularning burger va отличается, оказывается. Hozir ozuncha dam olib, ana boradigan joyimiz bor, o'sha yerga boramiz. Bizani zakazimiz 2 burger, u даже этот krevetkali nimadir, 2 burger, bitta shirinlik. Men bilmayman, bu kecha ichuvdik, вообще невкусный был сейчас. Qalay, qat'i, men ichaman buni. Metroda kimdir gulab olib, chiroyligini qaranglar, gul kompozitsiyasini. Hozir zo'r joyga ketyapmiz. Ko'zim quvonchdan otilib ketyapti, qaranglar. Erim juda bo'ldi, chunki hozir pul ishlatadi. Bu meni birinchi videom. Voобще klassno. Biz hozir o'tiribmiz o'sha olgan bozorimizda. Ofitsialniy saytdan olmoqchi edik, lekin ofitsialniy saytdan arzonroq joy topib oldik. Bu ham original. DJI imенно sotadigan joyga keldik-da. Shunaqa xursandman. Hali endi o'rganyapman. Qanaqa qilib olish, voy, ketib qoldinglar, menga. Вот.
Очень kaysi вообще zo'r. Menga rosa yoqadi shuni kaysivasi. Endi xohlagan paytda vlog olaman, xohlagan anaqada kolичествоda zvukli ham idealniy bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu kishiga rahmat, albatta. Gaplarimga, xohishlarimga yo'q demasdan hammasini amalga oshirib berayotganiga rahmat. Hozir yig'laveraman. Nima desam xo'p deb hamma narsaga поддержка qilib, bilmadim qaysi men yaxshi amalim borki, menga shunaqa nima deydi, uchragan. Juda ham xursandman, juda ham tandiman, men juda ham xursandman, to'g'risi. Прям не передать словами. Так, shunaqa kichkina narsa bo'ladi. Вот, qora ko'ryaptimi? Hozir uyga ketyapmiz. Olib, уже shunda davom ettiraveraman. Raspakovkani hozir uyga borib raspakovka qilmoqchiman Instagram uchun. Kechki Kitay. Mana bu metro. Mana bu kamerani zaryadkasi. Qaysi magazin? Manta bor ekan, просто bu odamlar turib ko'rmay qoldi shekilli. Nimadirlar olamiz. Wow, mana bu cheesecake'lar. Vay, я вот это вот обожаю. 15 won ekan. Olaymizmi? Wow. Tortlari rosa zo'r ekan. Mana bu tort yoqdi menga. Wow. Tak, magazinчик. Nima bor ekan bu yerda? To'rt. Mana shuni bizada 15 ming sotadi boru. Mana shu choy. Nima ishlayapsiz? Yaxshimi? Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi. Asha zo'r. Metrodan tushib ketyapmiz. Уже metroga, avtobusga o'zimni QR kodim bilan to'layapman. O'rganib oldim qanaqa to'lashni. Благодаря erim. Albatta hamma o'zini qo'shib ketishi shart. Faqat erim 2 marta urib yurdi QR kodini. Hozir endi o'zim hammasini uradigan bo'ldim. Hamma menga g'alati qarayapti. Mikrofon og'irligidan osilib ketyapman. Metroga shunaqa kiriladi. Настолько все безопасно. Shunga juda ham qattiq qaralar ekan. Shunaqa spesialniy приложенияsi bor. Mana qilib to'laymiz. Bu avtobus. Mana bu metro. O'tganda to'laymiz. O'tsa. Keyin chiqayotganda ham shu QR kod to'lab chiqamiz. U yerda nechta stansiya yurganingizga qarab pul yechib oladi. Bizada emas. U 1700 to'lab xohlagancha yurasan. Unaqa emas. Odam ko'p chunki hamma hozir ishdan qaytadigan payt. Soat necha bo'ldi bizada? Почти soat 8 bo'libdi. Normalno. Endi hozir uyga borib 8 no odam vполне себе ko'p. No bizadaqa anaqa bo'lib ketmaydi. Odam ko'p metroda, hamma bir-birini ko'pni ushlab yurmaydi. Va o'zi metrodan chiqdik. Hozir avtobus kutib turibmiz. Mana sigaret chekib turgan yomon ekanda, boru 700 tak 746 ga tinishimiz kerak. Bizda hali ham yomg'ir tomchilab turibdi. Voy, mana bu aka yomon sigaret tutatib turibdi-da. Avtobusga ham xuddi shunaqa QR kod bilan to'lanadi. Bu yerda уже hamma narsa наличный ishlatganini ko'rmadim. Men hayron qoldim. Masalan, bozorda o'zbekni ko'rsa, ensasini qotirib o'tib ketar ekan. Men hayronman. Bu namurda eshitganman shuni. Nimaga chetga chiqsa, o'zbeklar bir-birini ensasini qotirib gaplashish xolamaydi deb. Men shu narsaga buamin bo'ldim. Men o'zbek ovozini eshitsam, o'zbekcha gaplashayotgan odamni eshitsam, xursand bo'lib ketaman-da. Shu gaplashayotgan ko'proq eshitdik deyman, chunki bu yerda charchab ketasiz. Faqat xitoycha, boshqacha tilda bo'ladi. O'zbekchani eshitsam xursand bo'lib ketdim-da, namorod. Ana qilsam, bozorga kirdim, men narsa so'rayotganimda o'zbek ayol
narsa olayotgan ekan, kostyum shimayotgan ekan. Yonimda, men uni ko'rmadim, yuzini, o'zbekligini bilmadim. Narsa so'rab olmadim, qarasam, o'zbekcha gapiryapti. Shunga xursand bo'lib ketdim, lekin men o'zbekcha gapirishimni eshitib xursand bo'lmadim. Nabor ensasini qotirib, olayotgan narsasini yashirib, kiyimlarni ichiga tiqib ko'rmasin go'yoki deb. Masalan, u olayotgan narsani men baribir olmayman. U balshimir olyapti, men qizlarga, yosh qizlarga olaman. Qaramaslik menga, men bilan gaplashsin demayman. Просто o'zbekni ko'rsa xursand bo'ladi deb o'ylagandim. Оказывается, это не так. Ha, ne qo'rqitasiz? Shunaqa vibe bo'ladi. Vibe qaranglar, zo'rligini. Vibe. Biz uyga keldik. Uyga kelib Instagram uchun DJI kamerasini распаковка qilib berdim. Instagramga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men anaqa zakaz qildim. Nima edi? Telefonga osib yuradigan jemchugli. Chunki men sumkasiz yuribman. Bu yerda sumkasiz yurganim uchun telefonimni qayerga qo'yish juda ham qiyin bo'ldi. Bu yaqinda kelgan, kecha kelgan chexol. Jemchugli osib yuradigan. Buni 5 yuan, 7 yuan atrofida zakaz qildik. Bu mamlaqa har xil jemchugdan. Oddiy jemchugligi bor. Alishtirib taqib yurasan deb erim zakaz qilib berdilar. Rozovoy dvoyka olganman. Plus maykasini ham olib berdilar.